Amerika maktabimdagi bir kunlik vlog. Bugungi vlogimda sizlarga menda nima darslar bo'lishini gapirib beraman. Ertalabdan avtobusga o'tirib maktabga bordim. Birinchi soat menda access. Access degani umuman dars yo'q degani. Birinchi soat menda bo'sh. Shu sababdan bibliotekada ikkinchi soatimni kutib o'tiraman. Birinchi soatdan chiqib ikkinchi soatga boraman. Ikkinchi soat menda PE, ya'ni fizkultura. Bu darsda biz har xil narsalar bilan shug'ullanamiz. Uchinchi darsim esa menda ekonomika darsi. Ekonomika darsidan keyin menda 45 minutli obed va undan keyin 5-soatim menda ingliz tili. 6-soat menda resurs. Bu darsda men boshqa fanlardan berilgan uyga vazifalarni qilaman. Bu darsdan chiqib men health faniga boraman. Health bu sog'liq bo'yicha dars, anatomiya degan bo'ladi. Bu darsim onlayn formatda o'tiladi o'qituvchisiz. Oxirgi soat, ya'ni 8-soat menda yana access. Yana men 1-soatga o'xshab bibliotekada o'tiraman. Darslarim tugab bo'lgandan keyin esa kiyimimni olishga boraman shkafchikdan. Aprel bo'lishiga qaramasdan bizda hali ham sovuq Chikagoda. Shu bilan